Hammaga salom jigarlar. Bugun Chempionlar Ligasi o'yinlari bor. Xo'sh, 1 2 3 4 5 6 7 8 ta o'yinga jigarlar 15 koeffitsient taxlaymiz. 15 koeffitsient. 15 koeffitsiyentni qanday taxlaymiz? Har bitta o'yin bu javob o'yini. Javob o'yiniga bugun gollar ko'p bo'ladi. Ya'ni o'sha gol ko'p bo'lgani uchun har ikkala taymda gol bo'lishi kerak bugun. Mana taxminim shu. Mana ikkala taymda gol. Sporting bu Dublin jamoasining o'yiniga ham ikkala taymda gol. Arsenal Bayer o'yiniga ham ikkala taymda gol. Birinchi taymga bittasi uradi, ikkinchi taymga bittasi, farqi yo'q. Bitta klub ikkita taymga gol ursa ham bu qism o'tib ketadi. Xo'sh. Mana Real Madrid, Manchester City. Shunaqa Chelsea o'yiniga ham xuddi shu birinchi taym обязательно baribir bittasi gol uradi. Potom ikkinchi taym raqib uradi yo o'zi yana. Xo'sh. Mana Barcelona, Newcastle u ham gollarga boy o'yin bo'ladi. Birinchi taym albatta gol bo'ladi. Ikkinchi taym ham albatta. Bavariya, Atalanta albatta. Birinchi taymning o'zida gol bo'ladi, ikkinchi taym ham shu 1.33 koeffitsient. Osongina o'tib ketadi. Galatasaray, Liverpool shu o'yinni olmaymiz. Atletico Madrid buni olamiz. Tottenham bilan bu o'tadi. Xo'sh. Necha koeffitsient bo'ldi o'yinimiz? Ikkala taymda gol. 11 koeffitsient, 7 ta o'yin. Jigarlar kanalimga Telegram kanal ochganman. YouTube'ga kommentariyaga kirsalaringiz Telegram kanalimiz silkasini tashlab qo'yaman. Like bo'lsanglar ko'proq odam ketsin. Xbet o'ynayotgan, men Belbet o'ynayotgan hamma kelsin. Omad. 11 koeffitsient 100 mingga 1 million, 1 millionga 11 million, 2 millionga 22 million. Nasib o'tib ketishi 90% aniq.